Shu paytgacha yegan pitsalarim orasida eng mazalisi va eng barakalisi shu bo'ldi. 6 ta qiz yeb, yana ortib ham qoldi. Ideal xamir uchun iligan sutga shakar, droja, tuz, tuxum, eritilgan margarin solib aralashtirib, un solib yumshoqqina xamir qoramiz. Unni grammigacha yozib qoldiraman. Yarim soatda oshib olgan xamirimizni pergament ustiga ko'rsatilgandek qilib kaftimiz yordamida yoyib chiqamiz. Bu ideal xamir shunaqa yengil bo'ladi. Chetiga aylana ko'rinishda sosiskalarni joylab, xuddi ko'rsatilgandek bukib olamiz. Bukilgan qismiga tuxum surib, pichoq yordamida is tushirib olamiz va tabga ko'ra kunjutlardan sepamiz. O'rta qismiga esa xolodilnikni ochasiz, bor mahsulotingizni solasiz. Men birinchi bo'lib ketchup surib, eriydigan sir sepdim va xohishga ko'ra kopchonli kolbasa hamda pomidorlardan joyladim. Duxovkaga 10 daqiqaga yuborib, yana olib, ustidan eriydigan sirdan sepdim. To'yimli mazali pitsa tayyor. Retsepti yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang.